Ko'rsataver, ko'rsataver. Uyda olyapti-da. Sizlarga Kimniki telefon qolib ketdi? Meniki. ko'rsat endi. Uzoqdan men olaveramiz. Nimchasi? Maqtaylar, nimchasi. Muyassar maktab qizingizga. O'rtog'imdan qoldimi? Faqat men ana yashili bilan ko'kini tanlayman, nagini men tanlamagan. Yashil bilan Mayli, o'sin. Meva yeylar. Qolganlarga berma. Yeni olinadi o'sha. Kim bilan bordik kelishga? Kelinoyim, opam. Bo'ldi qizlar ketdik. To'xta. Shohsanam baxtli bo'lsin Shohsanam. Bolalari ko'p bo'lsin, o'qishlarga kirsin. Endi nevaralarini qarab. Qishda peshin. To'ylarga yubka ko'ftasi. Unaqa olmadim lekin ana shuni. Bani xolasi. Bo'ldi, olaver. Men o'zim ko'rsadim. Mana nima edi? Anorli. Yaxshi ekan. Shu oz moda bo'lyapti-ku anorli. Ko'ylak lozimmi? Mana uxlaydigan kiyimi chiroyli ekan. Mana bu paltos, plashi. Mana chiroyli. Mana jenfir oppoqqina Shohsanam o'ziga o'xshagan chiroyli ekan. Buni tanlamadik Buni kuyov bergan ekan. Bo'yi uzun. Chiroyli ekan-a? Qo'li bo'lsin, yaxshi kunlarga keyin. Kestiraman deyapti. Bo'yi uzun. Ular chiroyli-da. Mana xoxoy ko'ylaklari, qiladi. Oyjon xizmatni qiladi. Mana yana bitta xoxoy ko'ylagi. Ovqatlari pishirib, choylar damlab, mehmonjonlar kutadi. Chiroyli-da. Seni yanga qilaman-ku. Mana ko'ylagi. Bu ham xuddi shunday. Chaqirlarga bo'ladi. Chiroyli qilib. Shuncha chiroyli ana shunisi. Mana atlas ko'ylagi, milliy ko'ylagi har juma kiyib keladi ishxonaga. Mana issiqqina qilib qishda kiyib yuradi. Shaharisi, nevaralaringiz ko'p bo'lsin. Aytganingiz kelsin. To'ylari ham yaxshi o'tsin oling. Shu Oqibatli bo'laylik. Ishlarimizga hamisha omad bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik, bardavorlik bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsak, hammamiz niyatlarimiz. O'zingiz so'rang. Allohning o'zi hamisha qo'llaringizni Aytgansiz. ziyorat qilsin. Amin. Rahmat.